Bitta qaraganda ikkalovi ham bir xil pilisos, faqat rangida farq qotdi. Bu pilisos ham xuddi shunaqa chang va suv uchun mo'ljallangan. Bemalol suv torta oladi. Bunisi ham xuddi shunaqa suv torta oladi. Bu model $150 ham sotilgan. Hozirgi paytda $79 dan, bu model bo'lsa $200 ham sotilgan. Hozirgi paytda $109 dan. Farqi nimada desanglar, farqi qiladigan ishida bo'ladi. Misol uchun bu model faqat quruq va qo'l uborkaga mo'ljallangan bo'lsa, bu modelda bemalol quruq, qo'l uborka, undan tashqari har xil divanlarni, gilamlarni yuvsanglar ham bo'ladi. Yuvadigan suvni bo'tga solib, kirlangan suvni bo'tga o'zi torta oladigan model bo'ladi. Yana nima sizda farq qiladi desanglar, Moishi pilisosda 5 xil nasatga chiqadi. Ikkitasi yuvishga mo'ljallangan, yana ikkitasi bo'lsa katta turbo nasatga bo'ladi va burchaklarni changini oladigan nasatkasi ham komplektda chiqadi. Bu modelda bo'lsa yuvishga mo'ljallangan nasatkalar komplektidan chiqmaydi, faqatgina nam uborka uchun va quruq uborka uchun turbo nasatkalari bo'ladi. Bu modellarning narx-navosini istalgan joy bilan solishtirsanglar bo'ladi. Moishi pilisoslar $200 gacha ham sotilgan. Hozirgi paytda bor yo'g'i $109. Nam va quruq uborkaga mo'ljallangan pilisoslar $150 gacha ham sotilgan. Hozirgi paytda bor yo'g'i $79 qilib beriladi.